Mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta'minlash, jamoat tartibini mustahkamlash hamda fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish, aholi murojaatlarini joyida o'rganish hamda muammolarni qonuniy hal etish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1 va 2 sonli qarorlari ijrosini ta'minlash doirasida jinoyat ishlari bo'yicha Kattaqo'rg'on shahar sudining tergov sudyasi Muzaffar Hakimov ishtirokida Ingichkaqo'rg'ondagi Kattaqo'rg'on mahallasida sayyor sud majlisi o'tkazildi. Unda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning turli moddalari asosida to'plangan 30 dan ortiq ma'muriy materiallar ko'rib chiqildi. Sud jarayonida huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga nisbatan qonun doirasida tegishli choralar ko'rildi. Jumladan 12 nafar shaxsga nisbatan 7 sutkadan 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi, 20 nafar fuqaroga nisbatan esa jarima jazolari tayinlandi. Sayyor sud jarayonida har bir holat atroflicha o'rganilib, huquqbuzarliklarning kelib chiqish sabablari tahlil qilindi. Bu holatlarning takrorlanmasligi, fuqarolarning huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining qonuniy talablariga amal qilishlari, qonun doirasida ish yuritishlari yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, jinoyat ishlari bo'yicha shahar sudining tergov sudyasi Muzaffar Hakimov, Ichki ishlar bo'lim boshlig'i o'rinbosari Shuhrat Do'sanov hamda shahar hokimining 1-o'rinbosari Murodillo Zavqiyev ishtirokida sayyor qabul tashkil etilib, fuqarolarning muammolari tinglandi hamda ularga huquqiy tushuntirish va amaliy tavsiyalar berildi. Bu kabi tadbirlar huquqbuzarliklarning oldini olish hamda jamiyatda qonunga hurmat ruhini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.